qaysidir odatingiz menga yoqmaganda, sizga nolisam, menga doim aytadigan gapingiz. Nolisang, Noliyman-ku. xafa bo'lma debman. Gapiraveraman-ku, keyin siz meni oldimga bitta gap aytib kelaverasiz qayta-qayta. Aha, chichir. 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 Biron bir voqeani gapirib berganimda sababini bilmoqchi bo'lib, eng ko'p beradigan savoling yoki ishlatadigan so'zing. Sabab? Yo'q, sabab demaysan. Yaxshilab bo'ling. Nimaga? Nimaga ham demaysan? Nimaga unaqa bo'ldi deganday. Nima uchun? Nima uchun deb bezor qilasan. Menga doim bitta aytadigan gapingiz bor. Masalan, o'tiramiz, o'zingiz aytaverasiz. O'zim? Ha. Meticham debman. Yo'q. Nenem debman. Yo'q, boshqacharoq. Qayta aytasiz-ku o'zingizdan o'zingiz. Ninsone. Doim jahling chiqqanida yoki jahling chiqarganimda, atayin g'azabingga tekkanimda aytadigan so'zing. Oldingga borib, hazil qilib, g'azabingga teksam. Yo'q. Gapirmang. Yo'q, unaqa demaysan. Keting. Yo'q. Atayin injiqlik qilasan, oldingga borib asabingga tegaversam. Yo'qoling.